Xitoy hökuməti 11 sentabr vaqasini Uyg'urlarni bostirishning koziri qilib olgan. Anni xabarlar to'rining 13 sentabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasi 11 sentabr vaqasining turtkisida o'tirg'i chiqqan xalqaroliq terrorlikqa qarshi turish nomi bilan Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini bostirib kelgan. Amerikaning bu vaqada terrorist deb qaralgan har qanday bir kishiga chora ko'rishi Xitoy uchun tepilg'usiz fursat bo'lgan. Xitoy terrorlikqa qarshi turish bahonasi ostida Sharqiy Turkiston xalqini xohlagancha bostirgan. Xabarda bildirilishicha, 11 sentabr vaqasidan keyin Amerika Sharqiy Turkiston islom harakatini xalqaro terrorlik tashkiloti tizimligiga kirgizgan bo'lib, Xitoy hukmdorlari terrorlikqa qarshi turish urushining soyasida Uyg'urlarni terrorlik va asabiylik bilan ayblab, Sharqiy Turkistonda keng ko'lamlik bostirish elib berish maqsadiga yetgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida maqola e'lon qildi. Kishilik huquqni kuzatish to'rining 15 sentabrdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet bu hafta Sharqiy Turkistonda sodir qilinayotgan kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risida doklad bergan. Dokladda Xitoy hukumatining hiylagarlik bilan xalqaro jamiyatning kuzatishidan o'zini qochirishga urinayotganligini tilga olgan. Michel Bachelet Sharqiy Turkistonga kirib tekshirish elib berish xizmatida ilgirlash bo'lmaganligidan afsuslanganligini, ammo Birlashgan Davlatlar kishilik huquq ishxonasining Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi to'g'risidagi hozirgacha bor bo'lgan dalil isbotlarni baholab chiqib, uni xalqaro jamiyatga oshkorlaydiganligini bildirgan. Uning xalqaro jamiyatga bergan bu va'dasi hech qanday bir davlatning xalqaro qonundan ustun emasligini kuchli bir shaklda aks ettirib berdi ekan. Angliya parlamenti Xitoy elchisining parlamentga kirishini chekladi. Amerika ovozi to'rining 15 sentabrdagi xabariga qaraganda, Angliya Avam palatasining bayonotchisi Lindsey Hoyle Xitoy hukumati 6 oy ilgari Angliyalik 5 parlament a'zosiga va ularning ichki xizmatdoshiga yurgizgan jazoni bekor qilmoqcha Xitoy elchisi Zeguanjingning parlamentga kirishini cheklaydiganligini bildirgan. Hoyle cheklash buyrug'ini e'lon qilishdan ilgari Downing ko'chasi, ya'ni Downing Street va Angliya tashqi ishlar ministrligi bilan suhbatlashgan bo'lib, bu cheklash Avam palatasi boshlig'ining tunji qitim chet el elchisiga cheklama qo'yishi hisoblanadi ekan. Uning Xitoy elchisiga qarta cheklash qarorini e'lon qilishi Angliya bosh ministri Boris Johnsonning sobiq savdo ministri Liz Truss Angliyaning yangi tashqi ishlar ministri qilib tayinlashdan bir qancha soat burun e'lon qilingan. İlgilenishicha, Liz Truss tashqi ishlar ministri bo'lgan ikkinchi ayol rahbar bo'lib, ilgari Xitoyga qattiq tadbir qo'llanganligi uchun Xitoy doiralari tomonidan tanqid qilingan ekan. Buningdan sirt, Liz Truss Amerika bilan ittifoq qurish chaqiriqining kuchli qo'llovchisi bo'lib, u Xitoy kompartiyasiga qarshi texmi qattiq tadbir qo'llanadi deb qaralmoqda ekan. Rais Dolqun Isa Turkiyaga kirgizilmadi. Turkiya Qrim xabar agentligi 18 iyul Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Isa Turkiyaga kirgizilmadi mavzuliq xabar e'lon qildi. Xabarda Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Isa apandining Turkiyaga kirish cheklamasi allaqachon bekor qilinganligiga qaramasdan ilgiriki yillardagiga o'xshashla Turkiyaga kirgizilmaganligi alohida tilga ilingan. Dolqun Isa o'zining Turkiyaga kirgizilmasligiga Xitoyning besimi sabab bo'lganligini tilga olgan.